Da. Assalomu alaykum. Kechirasiz O'tkir aka, o'g'il bola bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Yixti, buna qizlar umuman qolmagan deb o'yladim. Keyin o'tiring. Siz meni balki ideyamdagi qiz ekansiz-da. Men sizga bitta gap aytmoqchi. Voy, yaxshimisiz? Zo'r, o'zinglar yaxshimisizlar? O'tkir aka tanishing, bilaman, o'g'il bola o'rtoqlarim. Qanday kuyov bola? Assalomu alaykum. Keyin Nilufar oldiga o'tiring. Uzr O'tkir aka, ayol kishi mashinaning oldiga o'tirmaydi. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Ana shunaqa qizlar balki ko'p bala bo'lsin. Haydavringmi? Hayda. O'tkir aka bo'ldi, bu yoqqa o'zim yetib olaman. Odamlar ko'rsa noto'g'ri tushunmasin. Uydagilar shunaqa tarbiya berishgan. Endi sherdami? Yo'q, o'rtoqlarim uyi. Hey, Nilu, tezroq bu. O'zingiz uyingiz yo'qmi? Bu Samarqandda yagona bo'lgan 5 gektarlik yuksalish guruh kompaniyasining Infinity loyihasi bo'ladi. Bu yerda 100 dan ziyod kottejlar, maktab, bog'cha, tennislik kort, xullas inson uchun kerakli bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Odamlar maza qilib dam olishcha 2-qavatda bulvar zonasi, 10-qavatda joylashgan Infinity basseyni ham bor. Yana bir zo'r tarafi domlardan, kottejlardan boshlanish to'lovsiz o'zini pulini olmushaga bo'lib to'lashga olsa bo'ladi. Agar o'lbola jo'rlansa, mashina uy olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, Anvar Temirov Instagram kanalidagi link orqali 16-mart kuni bo'layotgan onlayn tadbirda qatnashish kerak. Yo'q, ularga o'xshatmas. Hammamiz Xudo bergan uyda birga yashayveramiz. Ha, birga yashaymiz, bir oilada yashaymiz. Birga yashaymiz. Bitta o'g'il bola o'rtog'ingga ham. O'tkir aka, uy sizgamidi? Assalomu alaykum. Uzr, o'g'il bolalar bilan qo'l berib ko'risha olmayman. Tarbiyam shunaqa. Abba, sizlar faqat qo'l berib ko'rishalmaysizlar, qolgan hamma ish qilar ekansizlar-da. Qurisin ham.